أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar va hurmatli opa-singillar. Tajvid darslarimizni davom etamiz. Bugun 11-darsimiz. Demak, 3-bobning davomi i va u tovushlari hamda ba'zi bir mat qoidalari bilan tanishishda davom etamiz. Avvalgi darsimizda biz ikkita harakat belgisi bilan tanishgan edik. Bular fatha va kasra edi, ya'ni a va i tovushlarini beruvchi belgilar edi. Bugun mana yangi belgi, domma deb ataluvchi belgi. Demak, bu belgi harfning ustida keladi hamda u tovushini beradi. Demak, qoida ham avvalgidek, ya'ni qaysi bir harfning ustida mana shu domma belgisi turgan bo'lsa, mana shu harfdan so'ng u tovushi borligini anglatadi. Keling, mana ba'zi bir misollarni ko'raylik pastda. O'ngdan chapga qarab o'qiymiz. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Ja, ji, ju. Da, di, du. Du, di, di. Du, di, da. Du, di, du. Demak, mana bu belgi domma belgisi. U tovushini berar ekan. Hamda mana keyingi bir qoidaga o'tishdan avval bir narsani eslatib o'tmoqchimiz. Esingizda bo'lsa, mana biz mana bu belgini o'rgangan edik. Bu belgini ismi hamza deb ataladi. Demak, hamza odatda a tovushini beradi, ya'ni ustida fatha kelsa a tovushini beradi. Odatda bu belgi yuqoridagi 3 ta harakat uchun, ya'ni a uchun, i uchun hamda u, ya'ni fatha, kasra, domma uchun tayanchiq vazifasini o'taydi. Lekin shu bilan birga hamzani o'zi ham alohida kelish mumkin emas, ya'ni hamza ham bir alohida harf bo'lib boshqa harflarga bog'lana olmaydi. Shuning uchun bu hamza ham bir tayanchiqqa muhtoj bo'ladi. Mana shunda tayanchiq vazifasini odatda alif bajarar edi. Ya'ni o'tgan darsimizda biz ko'rdikki, mana shunday mana alifning ustida hamza va ustida fatha kelsa, bu mana a tovushini beradi deb o'rgangan edik. Ya'ni bu ikkalasi mana o'rtasiga tenglik belgisi qo'yilgan, ikkalasi ham a tovushini beradi. Shu bilan birga bu hamza uchun yana boshqa bir suyanchiqlar ham mavjud. Mana bunday suyanchiqlardan biri, misol uchun mana so'z oxirida hamza kelganda, mana ya harfi ham suyanchiq vazifasini o'taydi. Ya'ni bu yerda ya harfi o'zi o'qilmaydi. Ya'ni bu yerda so'zning oxirida keldi. Mana shu so'zni o'qiylik. Mana shati deb o'qiladi. Ya'ni yi emas, aynan i deb o'qiladi. Ya harfi o'qilmaydi. Yana bir suyanchiq hamza uchun bu vav harfi. Mana o'ng tarafda siz ko'rib turibsiz, mana la amu so'zi bog'langanda mana alif o'rniga vav harfi keldi. Vav harfining ustida hamza, hamzani ustida domma turibdi. Bu yerda ham vav harfi o'qilmaydi. Ya'ni la vuma emas, la uma deb o'qiladi. La uma. Ya'ni vav harfi o'zi alohida o'qilmaydi bu yerda. Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak bu sahifada. Demak, biz asosan hamza uchun tayanchiqlarni ko'rdik. Ular alif, ya hamda vav harflari edi. Keling, bunga ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Raqibu, majidu, shahidu, vakilu, mu'idu, mumitu, muqitu, mujibu. Demak, mana dommaga biz ba'zi bir misollarni ko'rib o'tdik. Endi mana bugun o'tadigan yana bir qoidalardan biri bu u tovushini 2 harakat miqdorida cho'zish. Demak, qoida quyidagicha: dommadan so'ng sukunli vav kelsa, mana shu holatda u tovushi 2 harakat miqdorida cho'ziladi. Mana ko'rib turibsiz, pastda bu deb yozibmiz. Demak, mana ba harfi ustida domma turibdi va undan keyin sukunli vav kelgan. Ya'ni vav harfining ustida mana bu belgi sukun deb ataladi. O'tgan darsimizda ham o'tgan edik. Demak, bu mana shu turishda bu deb 2 harakat miqdorida cho'zib o'qiladi. Yana avvalgidek eslatib o'tamiz, ba'zida mana shu sukun belgisi kelmasligi ham mumkin. Ya'ni ba'zi bir mushaflarni ochib qarasak, u yerda yuqoridagi sukun belgisi bo'lmaydi. Ya'ni ba hamda domma hamda u o'zi alohida kelib bu deb o'qilaveradi. Keling, mana ba'zi misollarni ko'ramiz. Yatubu, yaqulu, yaudu, yakunu. Mana endi biroz keyinroq misollarga o'tamiz. Yufiduna, yughisuna, samiduna, roghibuna. Demak, mana shunday o'qisak to'g'ri bo'ladi. Mana yana bitta kichik qoida. Mana bu yerda siz qolu so'zini ko'rib turibsiz. Demak, bu yerda mana chap tarafda lu deb cho'zilgan va oxirida alif belgisi turibdi.
Mana shunday holatda bu alif o'qilmaydi. Demak, bu yerda alif harfining ustida hech qanday belgi yo'q. Demak, bu alif o'zi alohida avval aytgan edik, hech qanday tovushni bermaydi. Mana shu holatda alif harfi umuman o'qilmaydi. Demak, qolu deb o'qiladi. Keling, mana endi ikki harakat miqdori cho'zishga ba'zi bir misollarni ko'ramiz. Mana yuqoridan boshlab o'ngdan chapga o'qiymiz. Qolu bala fa iza rakibu la takhunu kanu lana abidina amanu wa amilu sabiru wa rabitu hajaru va jahadu. Demak, mana shunday o'qiymiz. Endi e'tibor bering, bu bobdan boshlab so'zlarimiz uzunroq kelyapti. Ya'ni bu yerda bitta emas, ba'zida ikkita, uchta so'zlar ham ketma-ket kelyapti. Mana shunda ham iloji boricha tutilmasdan, shoshilmasdan va eng asosiysi so'zlarni bo'lmasdan, ya'ni mana shu jumlani hammasini bir nafasda o'qishga harakat qiling. O'rtasida bo'linmasdan, to'xtamasdan. Eng asosiy qoida mana shunday. Hamda mana maxsus mad belgisi ham bor. U tovushni ikki harakat miqdorini cho'zish uchun. Demak, bu belgi asosan ya'ni ha harfidan so'ng keladi. Ya'ni ha harfining ustida keladi. Boshqa harflar bilan bu belgini siz ko'rmaysiz. Demak, bu ham ikki harakat miqdorini cho'zishni anglatadi. Pastdagi mana so'zlarni o'qiymiz. Ma'ahu, yadahu, walahu, yarahu. Demak, mana shunday o'qiymiz. Bugun o'tadigan darslarimiz, ya'ni qoidalarimiz mana shulardan iborat edi. Keling endi birgalikda mana bu uy vazifalarida kelgan bir sahifalardan birini o'qiylik. Sizlarga ham biroz yengilroq bo'ladi. Mana yuqoridan boshlab o'qiymiz. Turawidu fataha kanu fiha fakihina wa hina tad'una ويقولون متى هدانا سبلنا تاب وآمن وعمل فيها معايش بآياتنا يوقنون صابروا ورابطوا وجاهدوا في سبيله فقعوا له ساجدين وطور سينين أوذوا في سبيلي وكتبه ورسله لساحران يريدان وخرقوا له بنين. Demak, mana e'tibor berib qarasangiz, bu bobdan boshlab mana jumlalar ham biroz murakkablashgan. Shuning uchun sizga bu jumlalarni qayta takrorlashni tavsiya qilamiz. Uy vazifalari ham biroz ko'proq. Biz barcha uy vazifalarini ushbu videoga joylashtirmadik. Uy vazifalarini alohida saytimizdan yuklab olishni tavsiya qilamiz. Demak, biz bu darsimiz bilan 3-bobga yakun yasadik. 3-bobning oxirida mana imtihonlarni ko'rib turibsiz. Demak, imtihonda ham e'tibor bersangiz, endi jumlalar ancha uzungina kelgan. Ya'ni bu yerda ikkita, uchta so'zlar qo'shilmasi ham kelgan. Mana misol uchun oxirgi so'zni qarasangiz, mana oxirdagi jumlani e'tibor bersangiz juda ham uzun. Demak, qanchalik uzun bo'lmasin, asosiy qoida avvalgidek, demak, uzmasdan o'qish, bu birinchisi, hamda bexato o'qish, hamda barcha tajvid qoidalariga amal qilish. Ya'ni biz bu vaqtda asosan o'tganimiz cho'zish bo'ldi, ya'ni ikki harakat miqdorida cho'zish bo'ldi. Mana shunga alohida e'tibor qarating. Hamda toki mana shu ikkita sahifani qiynalmasdan bemalol o'qigan bo'lganingizgacha keyingi bobga o'tmang, ya'ni keyingi darslarga o'tmaslikni tavsiya qilar edik biz. Sababi keyingi boblar yana ham qiyinlashib boradi. Agar hozirdan siz yaxshilab o'zlashtirib olmasangiz, keyingi boblar yana ham qiyinroq bo'ladi. Va hamda bir narsani sizga tavsiya qilamiz, sabr qiling. Ya'ni odatda ko'pchilik mana shu yerga kelganda bu ko'ziga qiyin ko'rinadi va darslarni tashlab ketadi. Lekin ishoning, bu hamma uchun shunday. Ya'ni biz ham boshida bu narsalarni ko'rganimizda, ushbu darslarni tahsil olganimizda biz uchun ham bu narsalar juda qiyin tuyulgan. Lekin bir necha bor qayta takrorlash bilan bular o'z-o'zidan sizga inshaalloh, ya'ni xotirangizga singib, Alloh taolo o'zi sizga oson qilib qo'yadi deb umid qilamiz. Demak, biz bugungi darsimizga mana shu yerda yakun yasaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.